Yako. Lekin temiz bor ekan. Yani yine dehqon yine. 12'den. Bu kızıl üzülmedi mi? Kızıl. He yine. 12 ming so'm ekan. Erik mi bu? Şeptoli mi bu? Qora be, şeptoli erik o'xshaydi ekan bu. Şeptoli ekan. Necha so'm dedingiz buni? 15 ming. Assalomu alaykum, qadrbek qadrdonlar, aziz obunachilar, kuzatuvchilar. Bugun Hazorasib dehqon bozoriga keldik. Bugun danki ozon bilan soat 6:30-7 bo'la geldi. Odam kam bo'lsa, alashmayapsizlar. Endi obzorimizni xudo xolasa boshlaymiz. Bozorimiz. Qaniyasa tarvuz qo'llari so'ralar. Assalomu alaykum. Azon bilan ko'n kechadilar, xolochi bo'lsa. Bu ne o'xshaydi bang? Tarvuz lazım. Kilosu nereden? Aytdim Bula 4, bula 7. Tarvuz ne? Hani biriga ko'radi. Yako. Lekin temiz bor ekan. Yani yine dehqon yine. Yomon pishdi bang, ajoyib bo'lib pishdi. Qo'llarni ta'mina gap yo'q. Ichida net tuzlari. Bula 7, bula 4. Bular 7, bular 4 ag'ang bu qo'llari. Tarvuz ichidan bo'l, tarvuzlar. 12'de dediğimiz milyarmaça beraber. Miyarmadan beradi ekanlar. Miyarim so'mdan ham beradilar. Ko'proq olsangiz yana. Kelaverasizlar yana. Shu og'amiz yana. Qo'llari lekin haqiqatdan ajoyib ekan, zo'r ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Vaqti toza yanda ondan beri geldi. Bugün bir gün öttü, müddet öttü, pula çıktı da 5'ten ondan pesen beraber. 5'ten beradilar. Donasini 5'ten beradi ekanlar. Ko'rib turganingizdek tarvuz kilosi 1,5. Qo'llar busini 7, busini 4 deding. Naga mena kelaverasizlar. Şimdi dan endi gün chiqdi, shuning uchun odamlar kamroq. Mana. Tarvuz. Qo'llardan ham berdingiz? 5 ming. 5 mingdan berding. 5 ming so'mdan ham qo'llar bor. Assalomu alaykum. Necha bo'ldi tarvuzaga? 1800 so'm. Yana bahoga qara. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Pomidorlarni nedan berdingiz? 9 dan berding. Assalomu alaykum. Qo'llar nedan bo'ldi? Xonimlar va janoblar, 4 dan ming. saodat Tarvuz ne? sohibasi, go'zal va latofatli kelinchagimiz Navro'zxonni davrimizga taklif etamiz. Ajoyiblari kelib turibdi. Bo'ladi, bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Bir sancha bo'ldi. Ziyomusic.com taqdim etadi. Bozorga chiqibdi qulpinay, onamni ko'rgani boraman. Ishlarim yo'limni to'ssa ham, poyimda tikanlar o'ssa. Pomidor nedan berdingiz? Pomidor 11. 10 dan berdingiz. Bu qaralma bu? Ha, qaralma. Necha so'm bo'ldi bu? Bu 7'den. 7 dan bo'ldi. Ajoyib qaralma. Apelsin necha bo'ldi? 30 dan. Banan necha bo'ldi bu? Bana 18. 18 oldu değil mi? Yine bananlar, acayip bananlar. Almalar. Almalar ulan 5'ten. Acayip almalar yaptı, kıpkızıl yine. Acayip almalar. Hemen gelaverasizlar. Bolada bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Haydi siz bir necha bo'ldi? Hala? 6 ming bo'ldi. Badring necha bo'ldi? 3 kilosu 10 ming. 3 kilosu 10 ming. Pomidor neden berdin? Acayip pomidorlar. 8 ming so'm. 10 ming, 8 ming. Azati bazı pomidordan ko'rdaga vidan joyina keldi bu. Zakonni bo'lmamiş. Yaxshing bozoringizni bersin. Ne bu? Kerşelençeden mi oldu? Kerşe. Kelaverasizlar. Keremlar ham ajoyib. Aslında Keremlar neden bo'ldi ki? 4 dan bo'ldi. Ko'proq odamlar necha so'm berasiz buni? 4-5 dan oldi. 3 dan ha? Qizil neden? Qizillar 8. Qizillar 8. Bir neden bo'ldi? Bir. 6. 6 bo'lib turibdi, lekin ajoyib boshlayapti. O, baklajon. Baklajonlar bor ekan. Necha so'm bular?
5'ten. 5 tane baklacan. Gap yo'q lekin. 5000 so'm. Bularlarga bu? Necha so'm bo'ldi bu? 5'ten. Bulan 5 tane. Hammasi bor ekan, kelaverasizlar bemalol. Shu kamyona bulan. Yaxshi, bozorda narsa. Shuni yozam bilan kelsangiz, eshim odam kamera qoladi ekan, bemalol olasiz. Bu yerda pomidor. Pomidor neden oldu? Assalomu alaykum. Dayet pomidor bakasın mı? 10 saat tutsulayım bir de. Badrin ne? 3,5 4 bin sana gel badrin. Gel arasında ne acayip pomidor badrin. Şelili mi bu? Neçə son bu? 18'den artık. 18. Şeptallar acayiplar çıktı. Zor pişti lekin bey. Yap yok. Şeptalı gerek olsa mı gel arasında. Bizlere bazar şimdi motortu. Selam alayım. Bu şeptal çizme ya. Ular 8'den. 8 tane. Acayip şeptalı. Bak yemeği. Üzümle çıkıp baş yaptık karazım. Karavuzundan geldi. Neçə so'm deb tursunlar? Ular 12. 12 ming so'mdan üzüm halovchalar bo'lsa. Temiz o'rangmi? Yeng. Shu ochiq bo'lmaydi bir ekan. Yaxshi tam gaplik ajoyib bu. Almalar neden verdiniz? Almalar 5'den. 5 tane. Yürü. Yireng. Ajoyib. Bolalar zat uyda olmalaymi? Bola. Yaxshi bozorda bersin. Şeptallar. Her xilisi geldi turibdi. İmizcha so'm? Bu 15 eng. Bu enjirmi bu şeptalimi bu? Endi saptı. Enjir şeptali. Gap yo'q lekin chizim bu. Bilmem 18'de Türkmüz indi getirgen. Gelishib berasiz eng. Bahosi hali chiqmabdi ekan, lekin ajoyib. Şeptali. Ko'rinishi enjir o'xshaydi lekin buni. Qara. Onu kechirasiz bu. Şimdi bozor o'ltiribdi bugun. Qolganini hozir arenda davom ettiramiz. Bayan tarafı bagaj stenkayandilar. Bayan tarafı bagaj stenkasi. Avtobus, marshrutka duradan joy. Bayan tarafı g'ola bozor. Yurtlaradi. Menlar produktlar bosib ketgan. Erik necha so'm? 6dan ming. Erik 6dan. Nashot necha so'm? Nashot 15 ming so'm ekan. Bulaycha so'm qarar olaysiz? 6 ming. 6 ming so'm. Şeptalini neden verdiniz? Ondan ey. Assalomu alaykum. Ondan 7'den ver tursan, bananları neden verdiniz? Bananları 17. 17 verdiniz yine acayip bananlar geldi. Seroli pişen ekan. Baklacanız neden? Bunuz neden? 4'ten. Bu 4 tane. 1 6'dan. 1,6 ming so'm. Gel arasılar. Şurada duradilar. Assalomu alaykum. Necha yer bor ekan hali? Chiya kimdan ekan bu? Bu yog'lar o'xshaydi. Necha so'm ekan bu? Yağları kağıt. 5 ming. Tuzları kağıt. Yaxshi. Üzümler neden verdiniz? 12'den. Bu kızıl üzüm verdi mi? Kızıl. He, yine. 12 ming so'm ekan. Nasıl 15 ming so'm he? Chiya neden verdiniz? 13 berer he? Bola. Yaxshi, bozoringizni bersin. Necha so'm ekan bu ajiz? Erik mi bu? Şeptali mi bu? Qora be, şeptali erik o'xshaydi ekan bu. Şeptali ekan. Necha so'm dedingiz buni? 15 ming. 15 ming so'm.
Görünüşüne uzaktan qarasa erkek o'xshaydi ekan. 15 ming so'm. Nima bilan bu? Qiziliz. 18 deydi. Bo'ladi, yaxshi bozorida bersin. Shunning bozor bu ham produktda bo'lib ketgan yorisi. Yan taraflar g'olib, yan taraf eshik bozor. Ha. Bemalol kelaverasizlar, ishlayman. Xarajat etsanglar ham bo'ladi. Shuni 7dan birinchi sortini 7dan berasizmi buni? 6 ben beraber çalacak. 6 yarimdan ham berasiz. Buları 4 ta deysizmi? Şöyle benim beraber. 10 sonra. Geçir neden berasiz? Kıpkızıl geçir ekan bu. Yine oranjoy deymi? Aracı var. Vereyim ben bunu. Hatta 5 tane. Ha va. Buları 5 tane. Pomidorları Optum 11'den veremez yani. Optum bakayım. Köp bakasa bundan hem veremez ama. ha, u sizda ko'p pomidor. Ha, yine ne? İmzan boyuna. Yani maşından tut. İşine gibi güzel güzel. Ha, yine pomidor kerak bo'lsa, optum beraman dedilar. Endi arzonroq kelishtirib berasizmi unda? Bundan hem veremez yaşka. Yine 10 ming so'mdan beraman. İşi bulana işi bulana. Yine kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Yine kershkelar 7 ming so'm ekan. Geçir 5 dan beraman dedilar. 7 ga chiqadi. Bo'ladi. Yaxshi bozorda bersin. Optim tuxum. Tuxumlar ham baholarini bilib ketamiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuxumlarni oladimi? Mana ajoyib tuxumlar. Bular 1000 so'm-eng? Mana 1000 so'mdan ekan tuxumlar, 1000 so'mga tushibdi. Lekin ajoyib tuxumlar ekan bular-eng. Bular 1100 so'm. Nasi 33 dan bo'ladi-eng? Ha. Tuxumlar kerak bo'lsa, optim tuxumlar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Yana 1200 so'mda tutdilar, yana. Ko'proq odamlarimizni yana arzonlashtirib beramiz. Ha, ko'proq aslida yana arzonlashtirib berasizlar. Do'konlara, masalan, Dastlabki xizmatlarimizdan bu. sadaqalara, dastlabki aytib berasizlar, ha? Telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Yana tuxum kerak. Qo'shilmaydi. Ha, dastlabki pul qo'shilmaydi. Ishilar necha ko'rib kelsalar, shuni pulni hisoblashadi, bo'ldi. Mana. Qolachilar bo'lsa, yana telefon, do'konlar yoki sadaqa aytadiganchilar bo'lsa, bemalol telefon etaverasizlar, yana. Endi bizlar obunachilardan kelsa nechadan berasiz endi bular? Endi Ruslan to'g'ri aytib kelsalar, shulardan nechadan berib bilasiz? Masalan, bular 33 ming so'm yana. 33 ming so'mdan 31 ming so'mdan. 31 ming etib berasizing. Buni necha etib berasiz buni? Buni 28 etib beramiz. Buni 28 etib berasiz. Yana ko'rib turganlaringizdan bu 30 ming so'm bo'ladi ekan. 28 etib beraman dedilar. Arkasidan gap qisqasi 2000 qaytib beradilar. Yani 36, 34 etib beradilar. Gap qisqasi Ruslan to'g'ridan keldim desangizda, shu bahodan beradilar bemalol. To'ychilar, do'konchilar bemalol chiqaverasizlar. Siz ko'p vaqtdan xohlagancha buyurtmasalar olib bera olasiz. Bo'ladi. Hasi yaxshi. Bozorda bersin. Yaxshimi? Yog'chilarni ham aytdik. Lo'li yog' berdi. Choy kerak bo'lsa, yog' kerak bo'lsa, sho'ra kelaverasizlar. Odam endi ochib boshladi. Assalomu alaykum. Yog'lar arzonladimi? Mana yog'larga qarab. Yağlar sayına geleverasizlar. Chetda arzonladimi, qimmatladimi? Necha so'm bo'ldi? Masalan, nima desam bo'ladi? Divni necha so'm? 95'e çürüküne yapsaydın yağlar. 95'e düştüzeng. Pezendeng? Pezende. Sendelerim 95 geleverasizlar. Yağlar sayına. Yog'lar arzonlading. Nafislanchidan berdingiz? Paxta yog'i. Nafis. 90 95 oldu yağlar. 90-95 yine. Gelinler. 5 litrelikte 90-95 ekan bemalol kelaverasiz. Gelin. Her xillari bor. Bo'ladi. Yog' kerakmi, choy kerakmi, boshqa kerakmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, omon sog'inamisiz? Geldingmi balam? Güzelapga qani, choylar neden bo'ldi? Choylar arzonladi balam. Arzonlatdingizmi? 45'liklar 40 ming so'm bo'ldi. Bular 40 ga tushurdingizmi? Ha balam. Yine arzonlatdi. Qolovchilar bo'lsa, bular neden berdingiz bular? 40 balam, bunam 40 dan beraman. Bunam 40 dan berdingiz. Ha balam.
Bu choy nodin choy bu. Öyle kuştunak iyi yaprağı. İyi yaprağı. Kuştaylar irisi balam. Bu irisi. Bunu nechadan berdingiz? 45 veremem ben. 45 berdingiz. Yine choylari, xillari bor bu yerda. Hürmetli bu. Yere ben yakıp alıp çaylamaz alıp. Kim bana engin muyum bu? 50 bin son kilo. Bu 50 ming so'm yine başqacha choy bu ko'rib turganlaringiz deyin. Endi bu ichinde yaproqi borlari ne? Başqacha-ku. 100 gram 20 ming so'm. He. Hamma shuni nima buni? Balam 3 kilo var. 3 kilo bor, he? Döline yapay da alırsa. O, bu limonlasam bak bunu. Ama balam. Limonlasam bor ekan. Bundan tashqari yine milliy choylar bor. 110 degan samovar bor. Bulanchadan berdingiz? 15 veremem. 15 Bazen verdim. 7, 15 veremem. 15 beradi ekanlar. Ko'rib turganlaringiz deyin. Choy desangiz, yog' desangiz hammasidan bor. Yog'larni nedan berdingiz yine? 14.400. Yağlarım azdan veremem balam. Bozorda arzon berasiz aynan kelib ishida bozori bahosini ko'rib kelasizlar. Undan ham 2000-3000 qaytadan beradilar. Mana. Pishirlikdan necha bo'ldi? Paxta yog'i, shimish yog'i. Paxta yağını 90 veremem balam. Hava? Şiş yağını 95'ten veremem balam. Shimish yog'ini 95 dan beraman dedilar. Ko'rib turganlaringizdan bemalol kelaverasizlar. Hepkim yana. Mana darvozaga kiraverishda turadilar, bu tarafı. Mana ben shashlikchilar ham. Bemalol kelaverasizlar. Bu ichon taraf kershkachilar. Kilolab sotiladi bu yerda. Assalomu alaykum. Necha so'm? Keşke 6 bin. 6 mingdan, ha? Yashil nedan bo'ldi? Geçirem şu. 6 mingdan bo'libdi yashillar. Kelarasizlar kershka, yashir. Yashil nedan bo'ldi? Assalomu alaykum. 7dan berdingizmi? Piyoz nedan bo'ldi? 5dan. Kershka nedan bo'ldi? 6 ming so'm, ha? Bozori içindeki bu. Navesi teyi. Ko'rib turganlaringiz baholarni. Sal qisqaroq edim. Shuni hisobini berib olib turibman. Necha bu? Prosta siz görmegansiz. Assalomu alaykum. Necha bo'ldi og'a? Kershkalar. 6 ming so'm. Yashil ne? 7 yarım. Acayip kershkalar kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Ne kerim. Piyoz neden bo'ldi? Piyoz 5 ming so'm. Kershka ne? Kershka 6 ming, ha? Kershka 6 ming, piyoz 5 ming. Yine xoloschalar bo'lsa kelaverasizlar. Navesin teyinda turadilar. Yana geldik. Xudo xolasa sizlarga bugun hozir go'shi narxlari bilan tanishtirib o'taman. Ha. Tovuqchilarimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, omon sog'inamisiz? Chetda tovuqlar arzonladimi? Ajoyib. Necha bo'ldi tovuqlar? Tovuqlar 2 bet. La 32. 35'e de koy. 32'ye düşürdük. 35'ten 32'ye çöktüler yani götürüyorlar deyin. Acayip tavuklar yine. Bunlar çiğden verdiğim bunlar. Bunları 1 kilo 200'den 1 kilo arayan 1 kilo 200'de arayan tarafı. 1 kilo 200. Bunu 20 bin sonra Çin 1 kilo oluklarını 16 indi ben. 16 indi. Plaket deyin. Gel arasında yine tavuklar ardalar zakın yetip tuttular yine. Köşler hem var yine. Gözler hem bu emmesi indi çıkarıp tuttular bemalol. Telefon numarayınızı aytib berasiz men yaxshisi. 94'ten 231 32 06 hein? İşleri böyle telefon edip işiden gelip arzora kalışayız mümkün. Toyçalar olsa ondan ham arzon etib beradilar. Toyçalar 1000 so'm qaytib beradilar yine. 1000 so'm qaytib beraman dedilar. Bolam. Dastlabki aytib berasiz, ha? İçinde bo'ladi toyçalar. Dastlabkisi bor. Ko'proq odamlarga dastlabki aytib beradi. Bemalol telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Telefon nomerlarini bemalol telefon qo'llashlaringiz mumkin. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Necha bo'ldi tovuqlaringiz sizda? Damashqisi 20 so'm. Ha, damashda 20 oldu. Saxovat 32 ming so'm. 32 bo'ldi-mi? Bemalol kelaverasizlar shog'im mena. Saxovat savob. Bo'ladi. Yaxshig'i bozorida bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, go'shtcha bo'ldi. O, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savdo yaxshimi? 110 dan bo'ldi-ing. Mana ajoyib go'shtlar yapsiz. Ajoyib. O'zi yaxshimiz bozorlaydim men. Bo'ladi. Yaxshing bozorida bersin. Yaxshi. Şimdi bozorda bugun bol, qol ochilishi bol amal qildik. Necha so'm bu bollarimiz? 55. Kilosi 55 dan. Hammasi aqang xohlaganini olsa 55 dan. Xohlagan bola tutasiz. Kilosi 55 ming so'm. Bemalol kelaverasizlar. Ajoyib bollari bor. Şimdi bozor bu bugün